Salom do'stlar, sizlar bilan yana Azamxo'ja PUBG kanali. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, oldindan sizlarga aytib o'taman. Podpisatsiya knopkachasini, ya'ni a'zo bo'lib qolsangiz, podpisatsiya knopkachasini bosib qo'yib, like ham bosib qo'ysangiz, yonida yana podpisatsiyaning yonida knopkacha qo'ng'iroqcha bor. Qo'ng'iroqchani bosib, vsega bosib qo'ysangiz, faqat bizning videomizni ko'rishga davom etasizlar. Bitta ham video o'tkazmaysizlar. Xo'p do'stlar, mana qaranglar. Qo'limga e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, nima turibdi? Ko'rasizlar, kalash turibdi. Kalash bu, mana masalan ko'rsaman, juda ham kuchli kalash ekan. Mana masalan kuchli, zo'r kalashlar bo'ladi, obro'li. Mana masalan mana bu kiyim bor, hozir masalan ko'rsaman. Videoni shunday ko'ra olamiz do'stlar. Mana ko'rasizlar, juda ham kuchli, zoskilari ham kuchli. Mana shu odamday obro'yi katta ekan. Uni ham xuddi mana shu odam olsalaringiz qanaqa xursand bo'lib ketasizlar. Uni ham olganimda shunday xursand bu. Shunaqa narsa chiqdi, mana. Ko'rasizlar. Hozir. Mana shu yerda o'sha akam chiqsa, bu narsa har kunlikka berilgan narsasi, shu narsani har kunlikiga. Mana shu orужие edimi? Mana o'sha orужие. Yo, u emas ekan. Salgina rangi boshqacharoq ekan. Xo'p, qarochi do'stlar, shunaqa ekan. Xo'p, biz endi mana bu narsa beribdi bizga. Mana shu yulduzchalar orqali narsa olsa bo'ladi. Mana bu narsa orqali ham narsa olsa bo'ladi. Sanduqcha orqali. Xo'p. Mana hammasi olaylik, yana bitta mana 3 ta narsa nimani olamiz. Bu yana bir marta aytib o'taman. Bilmaganlar, ya'ni endi video kanalimizda eng a'zo bo'lganlar uchun aytib o'taman. Do'stlar, mana PUBG, koreyskiy PUBG. Koreyskiy PUBG. Do'stlar, koreyskiy PUBG'da endi narsa olishda juda ham oson. Masalan, sizlar mana shu akamni 1 yil, 10 yildan keyin olasizlar, 100% garantiya. Agar yutishlaringiz bo'lmasa. Men buni bittada oldim, ko'rasizlar. 1 oymi? 2 yo 1 oy deganim ancha bo'ldi. Yo 1 oy emas. 2-3 oylar bo'ldi. O'ynayotganimda, PUBG'ni o'ynayotganimda 3 oy bo'ldi. 2 oy PUBG koreyskiy versiyani o'ynaganimga 2 oy bo'ldi. Ana bola nima orqali men bilan kiribdi? Ana nima deydi? Komanda tanlash bo'yicha men bilan kiribdi. Hop, 4-chini qidiraylik, qanaqa internet ishlamasa kerak bolani. Ya, ishlamagan bechara chiqib ketdi. Mana kirgizib. Mashtan foto emasmi o'sha? Voy, o'sha bola chiqdi. 78 voy jon. Fotomiz Dersko 82 O'zbekistonlik ekan do'stlar, mana ko'rasizlar. O'zbekistonlik birinchi o'rinda turibdi. Yutqazib qo'ydik deya olmayman. Chunki do'stlar, bitta video qilgan edim, o'chib ketdi dedim-ku. O'sha videoda bitta bola bor edi. Shohjahon degan, tanishganman. Duz qalin akamdek.
akam deydi u aka. Sho'jaxon Xorazmli akamiz. Niklarini aytib o'taman. Mana shu videodan, mana shu o'yindan so'ng ko'rsatib qo'yaman ham, ko'rsataman niklarni. Xo'p, o'sha akam bilan 100 urovelli bolani shu bitta uzida o'ldirib qo'ydim-da. Uzida vashida drakon degan drakon chiqadi-yu, mayda odamlar o'ldi, u bittalar ismlarini yozganku. O'sha u bittasi M416 drakon-da. O'sha drakon rasmi chiqibdi. Kuchli degani bu. O'sha bola bilan o'sha bolani bilasizlar, o'ldirib qo'ydim. Bu degani kuchlilik rol o'ynamaydi. Bu yerda yosh ham rol o'ynamaydi. Bu yerda faqat voy shunaqa. Bu yerda faqat o'yinni qanaqa o'ynaysan, o'shanaqa qilib rol o'ynaydi. To'g'ri pas ekan bola. Yaxshi. Normalniy o'ynayman. Kuchli ham deyolmayman. Aptechka olamiz albatta. Keyin bitta orqasidan dori ichib olsak, jonimiz to'ladi. Uzoqda ekan, ketishim shart. Hop. Bitta rjalov olib ketamiz. Birovda akem chiqsa yaxshi bo'lardi, ya'ni Kalashnik. Do'stlar, albatta Kalashnik degan kinoni ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. Zo'r kino, zo'r chiqarilgan. Kalash haqida, Kalash o'ylab topilgan, qanaqa o'ylab topilgan, qanaqa zo'rni, qanaqa qobiliyatlari bor, o'shalar haqida o'ylab chiqilgan. Kalashnikni Kalashnik chiqdi. Nima 14 Royal Pass qanaqa bo'lsa bo'ladi. Men 14 Royal Passlikni kiyimini hozir men sizlarga ko'rsataman. 14 sezon deydimi? Ha, sezon 14 ni kiyimi mana qaranglar. Kiyim qanaqa chiroyli, to'g'rimi? O'sha kiyimni qaranglar. Fantos, ana ikkinchi boku Fantomas. O'sha ikkinchi o'rinda turuvdimi? Qaranglar, o'ldiryapti-yu. Lekin buni bizlar ana kuchli birinchi o'rinda turgan O'zbekiston o'ldirmadi. Sardor degan nima shiga? Sardobami? Nima? Yozilganda nimadir. O'sha bola o'ldirmagan. Lekin qutqarib qoldi birinchi. Hali ham oldida birinchi bor ekan. Yer uchirgan zonaga o'tiribdi-da. Hozir bitta bolam o'ldiradi ular. Komanda bo'lib olib. Hatto o'tda deb o'ylaysizlar. Yana ot qo'ydi-yu bolani. Bola bechara. Ha, ot qo'ydi u. Qo'yganda buni ot qo'yishdi. Hammaydi. Birinchi ham bechara bo'ldi. Chiqib ketadi 100% garantiya beraman.
ham chiqib ketadi. Chunki nima chiqib ketadi? Men o'ynashim bularga o'tib. Botligani bo'lmasa odamlar mashqiladi. Ko'rdingmi? Do'stlar, sizlarni oddiy PUBG Mobile'ni Play Marketni o'tkazasizlar. O'sha Play Marketni o'tkazganlaringizda nima bo'ladi? Uyli uchotdim yo'qmi? Chiqmayotgan bo'lsa bo'rolardim. Voy, chiqib ketadi. Uchot shekil. Chunki 8 minut qoldi. Sekund tugagan bo'lish kerak edi. Do'stlar, bilasizmi, 8 minut bo'ladi. 8 minut tugasa, bular pastga tushib qoladi. Avtomatik tarzda. Men uchayotgan uylar yo'qoladi. Chunki agar uylar uchaveradi-yu oxirigacha. Bo'lmasa bular vashiyatda o'lmaydi. Bitta odam qolganiga tushishi mumkin bo'ladi o'sha payt. O'sha uchun avtomatik tarzda tushadigan qo'yishgan. Bular sras tushish kerak bo'ladi o'sha payt. Tushish kerak bo'ladi, lekin o'zi tushiradi agar tushmasa. Baribir qiziq qolmaydi o'sha payt. Men tushaverardim. Chunki necha marta o'rtoqlarimni chiqib qo'yganman. Chiqqanman, ilonga qarshi urushganmiz, ilonni yutganmiz, lekin sovg'a bergan va shunday kam narsa bergan. Avem ham bermagan. Bitta avem bergan, o't bermagan-da. Ilonga qarshi. Do'stlar, albatta kommentariyada niklaringizni qoldiringlar. Albatta niklaringizni yozib olaman. Va sizlar bilan video qilishni, sizlar bilan ilonga qarshi o'ynaymiz. Keyin esa albatta o'ldirib tashlaymiz odamlarni. Xudo xolasa agar ishga chiqib olsa, ilonga qarshi o'ynaymiz. Eshitda ko'rasizlar o'zlaringiz. Menga ishonmayotgan bo'lsalaringiz, просто uchun kuchli odamlar bo'lish kerak-da. Birinchi odamni o'ldirish qiyin bo'ladi mana. Uylar uchotdi. Ana odam o'sha tomga chiqibdi. Vashiyatda zo'r ekan u. Spek nima? Ko'rdingizlar do'stlar? Men bu belgimni kuchliligim, men bu narsani qanaqa bittada oldim deb o'ylaysizlar? Hozir shuni ko'rasan. Mana ko'rasizlar, men bu nimani emblemani mana. Bosonni men miltiq turibdi-yu. 3 turibdi, to'g'rimi? Gold 3. Bu narsa turibdi. Buni qanaqa qilib sraz oldim? Sezon 14. Qanaqa qilib sraz oldim?
Chunki buni